Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun iltimoslarga binoan shu fasonni modellab ko'ramiz. Buning uchun bizga orqa, old va yeng andozalari kerak bo'ladi. Dastlab ko'krak vitochkasini yopib, bel vitochkaga ko'chirib olamiz. So'ng yelkalarni birlashtirgan holatda yengni ham qo'shib, koketka qismini chizib olamiz. Bu fasonda yengning akatidan bir qismi koketkaga o'tgan. Shu joyini aynan belgilab, chizib, modellab olamiz. Old ochiqligini ham fason bo'yicha modellab, asos andozani relyeflarga ajratib chiqamiz. Bu borada onlayn bepul darsimda sizlarga ma'lumot bergan edim, esingizda bo'lsa kerak. Koketkani qirqib, yengdagi akat bo'lakchasini ham qirqib olamiz va ularni yonma-yon qilib, sal avval tushgan holatda yopishtirib olamiz. So'ng har doimgidek bel chizig'ini chizib, relyeflarni bir xilda oralariga masofa berib yopishtirib chiqamiz. Yopishtirib olganimizdan so'ng har birini etak uzunligiga qadar tugagan burchagidan chizib chiqamiz. Bu bizga kengligini bir xilda berishga yordam beradi. Shu o'rinda sizga o'zi kichik, ammo hajmi katta bo'lgan sir berib o'tib ketaman. Ko'rib turganingizdek, relyeflar biri ingichka, biri ozg'in, biri o'rtacha holatda har xil modellandi. Shu o'rinda biz etaklarni har birini teng qilib olsak, relyeflarning biri ozg'in, biri semizligi bilinmay ketadi. Buning uchun relyeflardan tushgan har bir uzun chiziqlarning o'rtasi belgilanib, yoniga bir xilda kengaytirish berib chiqiladi. Ya'ni har bir klinning eni 12 yoki 20 sm da belgilab chiqdim. Shunda etak qismingiz bir xilda kengayadi. Orqa andozani ham xuddi old andozani modellab yopishtirganimiz kabi har bir detalini shu ko'rinishda yopishtiramiz va uni ham relyeflarga ajratib turib, etak qismini chizib olamiz hamda kengayish klinlarini chizib chiqamiz. Muhimi balans va bir xillik. Sizlarga berayotgan ma'lumotlarim, o'rgatayotganlarim mening 20 yillik tajribamdan kelib chiqqan ilmlarim natijasidir va har bir modellashni o'z uslubimga ko'ra o'rgataman. Shu o'rinda xato modellabsiz, xato ko'rsatgansiz degan SMSlarga javob berib o'tmoqchiman. Har bir usta o'z tajribasi va ilmiga ko'ra o'z uslubiga ega. Bu mening uslubim. Tikuvchilikka qiziqsangiz, sahifamda qoling va kuzatishda davom eting.